Mana manzarasi chiroyli bo'lgan joyda, mana shu Xonobod avenida fasadlari mana ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli holatda qurilgan. 13 etажli domning, mana shunaqa 13 etажli domning 10-etajda kvadrati 40 kvadratlik ikki xona alohida bo'ladigan xonadonimiz sotuvga qo'yilyapti. Xonadonimiz ikki xona alohida, vannalari alohida, kuxnyasi alohida bo'lib chiqadi. Uyimizning narxini 32.900 deb belgiladik. Ustida ozgina o'tib beradigan joylari bo'ladi. Metrogacha taxminan 1 kilometr atrofida. Xonobod tepa masjidiga 400 metr atrofida bo'ladi. Juda yaxshi lokatsiyada qurilgan. Asosiysi pishkanishdan qilingan. Ko'rishingiz mumkin, bolalar o'yingohi 24 ga 7 qo'riqlash xizmati bilan jihozlangan. Bu yerda shtakbon qo'yib qo'yibdi, faqat yuklarni kirgizish uchun. Bu yoqda parkovkaga ruxsat berilmaydi. Uyimizning hovli aylanasiga tashqi tomondan mashina qo'yish uchun parkovka qilib qo'yilgan. Bepul parkovka. Ko'rish mumkin. Tashqi tomonni hovlini parkovka qilib qo'yilgan. Oxirigacha domimizga ham chiqib oldik. Mana domimizning ichki ko'rinishi taxminan karobka holatda bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Pishgan g'ishtdan qilingan karobka holatda biz taxminiy proyekt qilib qo'yildik. Ko'chadan kirish eshigiga kirganimizda chap qo'lda sanuzil qismini ajratib qo'ydik. O'ng qo'lga esa kuxonniy qismini. Bu joyda zal qismiga ajratdik, bu joyda spalnik. Ikki xona alohida chiqadi, plus bu joyda oshxona sanuzillari birgalikda bo'ladi. Kvadrati 39-40 kvadrat, pashti detselik ham 40 kvadrat bo'ladi. Narxi 32.900, ozgina o'tib beradigan joylari bo'ladi.